Assalomu alaykum, shirintoy bolajonlar. Salomatmisizlar? Zerikib qolmayapsizlarmi? Bugun ko'zgu nomli ertakimni o'qib beraman. Bir odamning ikki ukasi bo'lib, biri boy, ikkinchisi esa kambag'al ekan. Haligi odam bir yumush bilan ukalarinikiga borsa, kambag'al ukasi qo'lidan kelgancha yordam berar. Boy ukasi esa qo'lidan keladigan yordamni ham bermas ekan. O'sha odam bir kuni donishmanddan buning sababini so'rabdi. Donishmand unga: "Oynadan tashqariga qara, nimani ko'ryapsan?" debdi. Bolasini yetaklab ketayotgan ayolni, bozorga shoshilayotgan aravani deb javob beribdi haligi odam. "Endi ko'zguga qara, nimani ko'ryapsan?" deb yana so'rabdi donishmand. "Nimani ko'rar edim, o'zimni ko'ryapman" deb javob beribdi u odam. Oyna ham, ko'zgu ham shishadan qilinadi. Agar uning orqa tomoniga ozgina kumush surkab qo'yilsa, endi faqat o'zingni ko'ra boshlaysan. Sababi shunda, debdi donishmand. Shirintoy, aqlli bolajon. Haddan tashqari boylikka berilishi oqibatida ko'z atrofini yog' bosishi va atrofidagilarni nisbatan befarq bo'lib qolish mumkin. Faqat o'zini o'ylaydigan odamga aylanishdan saqlaning, shirintoy bolajon.